بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص والعمل الصالح ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Allohga hamdlar bo'lsin. Allohning fazli va rahmati bilan biz Allohning go'zal ismlari fiqhini yana davom ettiryapmiz. Albatta bu Alloh taoloning ne'matidan, Alloh taoloning ne'matidandir bu. Mana bunday darslarga imkoniyat berishligi, mana bunday ilm majlislariga, ilm halaqalariga Alloh taolo bizlarga tavfiq berishini nasib etishligi bu Alloh taoloning fazlidan va rahmatidan bo'ladi. Alloh taolo aytadiki: "Va ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Sizlarga biror bir musibat yetmaydiki, magar sizlarga biror bir musibat yetmaydiki, sizlarni qo'linglar bilan qilgan narsani sababidan yetadi deyapti. Ya'ni insonga nimaki musibat keladigan bo'lsa, insonni qilgan gunohini orqasidan bo'ladi. Ya'ni agar ta'ammul qiladigan bo'lsak, biz ilm majlislari to'xtab qolishligi, biz darslarimiz to'xtab qolishligi, uzilib qolishligi, uzoqlashib ketib qolishligi, ilm halaqalaridan o'zlarimizni uzoqlashib qolishligimiz bu faqatgina sababi nima ekan? Bizni gunohlarimiz sababgina. Chunki bundan ham ortiq katta musibat bo'ladimi? Darslar to'xtab qolishligi, Alloh taoloni tanishlik bo'lgan ilm majlislaridan uzoq qolishlik bu odam uchun katta musibatdir agar tushunadigan bo'lsa. Shuning uchun ham mana bunday musibatlar faqatgina tavba-i tadarru' bilangina ko'tariladi. Allohga qaytishlik bilangina bu ne'matlar qaytib keladi. Shuning uchun biz mana bu ne'matlarni ushlab qolishlik uchun, mana bu ne'matlarni yanada ziyodalashlik uchun biz Alloh taologa ko'proq shukr keltirishimiz kerak. La in shakartum la azidannakum. Agarda sizlar shukr keltiradigan bo'lsanglar, men sizlarga ziyoda qilib beraman. Alloh taolo va'da qilgan bandalariga. Umar radhiyallohu anhu xalifalik davrida yomg'ir yog'may qo'yadi. Shunda Umar minbarga ko'tariladi-da radhiyallohu anhu xaloyiqqa aytadi: "Ey insonlar, sizlar Alloh taologa tavba qilib Allohga qaytinglar. Chunki biz qilayotgan gunoh sababidan yomg'ir yog'may qo'ydi" dedi. Sizlarga bir necha kun muhlat beraman. Allohga qaytib tavba qilib istig'for ko'paytiradigan bo'lsanglar, yomg'ir yog'adigan bo'lsa yog'di. Agarda yomg'ir yog'maydigan bo'lsa, men sizlarni ham Madinani ham tark etaman, ketaboraman bu yerdan dedi. Shunda insonlar qo'rqib ketdilar. Qo'rqqanlaridan tavba tadarruh qilishdilar, Allohga qaytdilar, taqvosini kuchaytirishdilar, so'ngra yomg'ir yog'di. Qanilar Alloh taologa qaytishlik bilan taqvo bilan yomg'ir yog'yapti. Xuddi shunga o'xshab biz mana bu ne'matlardan qirqib qolishligimiz, uzoqlashib qolishligimiz, nasibador bo'lmay qolishligimiz faqatgina bu bizni gunohlarimizdan bo'ladi. Shuning uchun Alloh taologa issig'ida qaytib, o'z vaqtida qaytib, Alloh taologa mana bu dinga amal qilib qoladigan bo'lsak, Alloh taolo mana bu ne'matlarni, ilm ne'matlarini, Allohni tanishlik bo'lgan katta ne'matlarni bizga yanada ziyodalashtirib beradi. Alloh muvaffaq qilsin. Bugungi inshaalloh Alloh taoloning go'zal ismlaridan bo'lgan ism bu Alloh subhanahu va taoloning Al-Qahhar va Al-Qohir degan ismlari. Ikkovi ham bitta Alloh taoloning Al-Qahhar degan ismlari, Al-Qohir ismlari ikkovi aslida bitta ism. Lekin Al-Qahhar degani bu siyg'ai mubolag'ada aytiladigan o'tayam qahhor degan narsani anglatadi. Al-Qahhar va Al-Qohir nimalarini anglatadi. Muallif Alloh uchun rozi bo'lsa aytadiki, mana bu Alloh subhanahu va taoloning Al-Qahhar degan ismi Qur'onning 6 ta o'rinda keladi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning Al-Qohir degan ismi esa Qur'onning 2 ta o'rinda keladi. Al-Qohir degan ismlarga keladigan bo'lsak, Alloh taolo aytadiki: "Va huval qohiru fawqa ibadihi va huval hakimul khabir." U Alloh bandalarining ustida hamisha qohir, al-qohir bo'lgan zotdir. Al-qohir degani u bandalarining ustida doimo bilib turuvchi, ularni boshqaruvchi, ularni ko'rib turuvchi, hamisha ularni ustida bo'lgan ism va sifatni anglatadi. Va huval qohiru fawqa ibadihi, va u o'z bandalarining ustidan al-qohir bo'lgan zotdir. Va huval hakimul khabir, va u al-hakim bo'lgan, o'ta ham hikmatli, o'ta ham al-hakim bo'lgan, adolatli bo'lgan va hamma narsadan xabardor bo'lgan zotdir deyapti. An'am surasi 18-oyat. Va qawluhu ta'ala: "Va huval qohiru fawqa ibadihi va yursilu alaykum hafaza." An'am surasining 61-oyatida aytadiki, va u Alloh o'z bandalari ustida al-qohir bo'lgan, kuzatib turuvchi, bilib turuvchi, ishlarni yurgizuvchi bo'lgan, ularni boshqaruvchi bo'lgan zotdir. Va u sizlarga saqlovchi bo'lgan farishtalarni yuboradi. Hafaza bo'lgan farishtalarni yuboradi. Bizlarga Alloh taolo shunday farishtalar yuboradiki, insonlarni farishtalar o'z oldilaridan, orqalaridan, o'ng tomon, chap tomonlaridan va ustilaridan va ostilaridan ushlab turadigan, ularni bizlar bandalarni ushlab turadigan
muhofaza qilib turadigan, saqlab turadigan farishtalar bor. Qachonki insonni vaqt soati yetgach, ajal deydi uni. Vaqt soati yetgach, u farishtalar hamma sekundiga to'g'ri ular muvakkaldir. Ana shu payt kelgunga to'g'ri, ajal kelgunga to'g'ri ular bizlarni bandalarini ushlab muhofaza qilib yuradilar. Yiqilib tushishlikdan, tushib ketib qolishlikdan tikka turgizib bizlarni yurgizadilar. Qachonki ajal yaqinlashgach, ajal kelgach, sekundiga to'g'ri tugagandan keyin ular shunday qo'yib yuboradi va u insonni endi ushlashmaydi, u inson jon uziladi. Mana shunday Alloh taolo bizlarga hafazo bo'lgan farishtalarni yuboradi deb turib Alloh Qur'onda aytadiki. Va al-qahhar degani siyg'atu mubalag'atu min al-qahir. Al-qahir degan ismini siyg'ai mubolag'asi, mubolag'a siyg'asida aytilgani. O'ta ham hamma narsani bilib turuvchi, boshqaruvchi, hamma narsadan g'olib, tevadan ko'rib turuvchi, bandalarni hamma yo'g'on ishlarini yurgizuvchi, ko'rib bilguvchi degan narsani anglatadi. Bu nimani anglatadi endi? Alloh taolo hamma narsani bilib turadi tevadan. Va ma'nahuma ularniki ma'nosi shuki, ikki ismning ma'nosi shuki, allazi qahara jami'al kainat va dallat lahu jami'al makhluq va dallat lahu jami'ul makhluqat. U shu narsani aytadiki, ikki ism Alloh subhanahu va taolo shunday zotki, jamiki koinotni hammasini boshqarib turadi, bilib turadi, ko'rib turadi. Va u Alloh subhanahu va taolo uchun mahluqotlarning jamisi hammasi hoku-sor bo'ladilar. Alloh taologa hammasi muhtoj, Allohning oldida ular hammasi past bo'ladilar. Jamiki koinot Alloh taologa past. Jamiki koinot Alloh taologa, mahluqotlar hammasi Alloh taologa muhtoj. Allohning irodasisiz hech narsa bo'lmaydi. Shuni anglatadi. Fala yahduthu hadithun va la yaskunu sakinun illa bi idnihi. Biror bir hodisa bo'lmaydi. Biror bir sakan etuvchi, biror bir yashovchi, o'rnashuvchi o'rnashmaydi, yashamaydi, sokin bo'lmaydi magar Allohning izni ila. Va ma sha'a kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh xohlagan narsa batahqiq bo'ldi va xohlamagani bo'lmadi. Va Alloh taolo xohlamagani bo'lmadi va xohlagani batahqiq bo'ladi. Va jami'ul xalqi fuqara'u ila Allohi ajizun. Va xalqni, bashariyatni, inson va jinlarni jamisi hammalari Alloh taologa faqirlardir, muhtojlardir va Allohning oldida Alloh uchun ular ojizlardir. La yamlikuna li anfusihim naf'an va la darra. Va jamiki koinotdagi mahluqotlar, inson va jinlar hech qaysilari ular o'zlariga hech qanday manfaat ham keltira olmaydilar va hech qanday zarar ham keltira olmaydilar. Va la khayran va la sharra. Va yaxshilik ham yomonlik ham keltira olmaydilar. Va kawnuhu tabaraka va ta'ala qahharan mustalziman li kamali hayatihi va kamali izzatihi va kamali qudratihi. Alloh subhanahu va taoloning al-qahhar bo'lishligi shu narsani endi lozim qilib qo'ydiki, Alloh subhanahu va taolo uchun kamol bo'lgan hayot, batamom bo'lgan, abadiy bo'lgan hayot va izzat va kamol bo'lgan, to'liq bo'lgan qudratni anglatadi. Mana shunday zotgina bandalarining ustidan ularni boshqarib, ko'rib, bilib tura oladi. Mana shu narsalarni al-Qohir va al-Qahhar degan ismlar anglatadi. Odam Alloh subhanahu va taolo al-Qahhar degan mana shu narsalarni tushunish kerak. Alloh subhanahu va taolo al-Qohir deganda inson mana shu narsalarni ichidan his qilishligi, mana shu narsalarni e'tiqod qilishligi Alloh subhanahu va taoloning mana shu ismlarini anglatadi. Va thubutu hada al-wasf lillahi azza va jalla yu'addu shahidan min shawahidi wahdaniyatihi. Alloh subhanahu va taoloning mana bu al-Qohir va al-Qahhar ismlari bilan sifatlanishligi Alloh subhanahu va taoloning yakkaligiga guvohlik tarzida e'tiborlanadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu ism va sifatlar bilan sifatlanishligi Allohning yakkaligiga yaqqol dalolatdir deyapti. Va dalilan min dalaili tafarrudihi bil uluhiyya. Va yana uluhiyatda ibodat bobida Alloh subhanahu va taolo yakkaligiga ham bu ism va sifatlar bilan sifatlanishiga yaqqol dalil bo'ladi. Va butlani shirki va ittihadil andad va shirklarning botilligiga, Allohga o'xshashliklarni inson ushlashligini botilligiga mana shu ismlarni inson isbotlashligi, Allohning mana shu ism va sifatlar bilan sifatlashligi, mana shu narsalarni botilligiga, Allohdan o'zga shirklar, Allohga shirk keltirishliklar. Qanday shirk keltiriladi? Alloh biz aytayapmizki, hamma narsani boshqarib, bilib turadi deyapmiz. Al-Qohir ismi bilan. Va lekin kimda-kim insonlarning ustida kimdir boshqarib turadi. Insonlarning bir qadam oldinda ular bizni boshqarib turadiganlar bor, turib oshiqcha ularni ulug'lab olsa, Alloh taologa ular nidd o'xshashlik qilgan bo'ladilar. Allohning al-Qohir degan ism va sifatini, al-Qahhar degan ism va sifatini isbotlashlik odam Alloh shunday deb sifatlashligi, mana shunday Alloh taologa o'xshashliklarni chekka surib qo'yadi. Alloh taologa tenglashtirishlarni u
chekka surib qo'yadi. Mana bu Alloh taoloning ism va sifatlarini isbot etishligi. Mana shu Alloh subhanahu va taoloning ikki ismini isbot qilishlik, Alloh taoloni mana shu ismlar bilan sifatlashlik, Allohni yakkaligini isbotlashlikka odamlar lozim qilib qo'yadi. Chunki yakka bo'lgan ilohgina qahhor bo'la oladi va qahhor bo'lgan ilohgina yakka bo'la oladi. Bu faqatgina kim bo'ladi? Bu faqatgina Alloh subhanahu va taolo, Alloh azza va jalla, Allohu jalla jalaluhugina bo'la oladi. Demak, inson o'z Robbisini al-Qahhor, al-Qohir ekanligini biladigan bo'lsa, u inson kimni qo'lidaligini uni hayoti va uni ishlari kimni irodasi ostidaligini, kimni xohishi ostidaligini biladi. E'tiqodi, Robbisiga bo'lgan ishonchi oshib boraveradi va aqidasi kuchayib boraveradi va u faqatgina undangina yakkayu yagona bo'lgan ilohidangina qo'rqadi va undangina umid qiladi va u uni kuzatib turishligini doim his qiladi va maxluqlardan qo'rqmaydi va maxluqlarga suyanib qolmaydi. Hamma ishlarini u sevimli bo'lgan, yakka bo'lgan va kuchli, qudratli bo'lgan Robbisigagina topshiradi va ungagina suyanadi. Allohu a'lam va sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun ala al-mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.